Salam tordaşlar, hemen acaba güzel olsun. Meşayalık dostlarla Aygül'den hemen mihrim bilen salam nurm yasaz tordaşlarım. Şu ikinci ayındaki 6. isladaki ko'rinishni shu Shanxayga kelib, shu xudandashoniki Jonsan doktorxonasiga berib, olgan zo'pillarni ko'rishtirib, to'rsib yo'llab qo'yamay qoldim. Shu gapimni tafsili anglab, bir tal yurganlarni aymay besib, tordaşlar alt raqamini yo'llab, yurak besib qo'llab qo'yishinglarni chin yuragimda umid qilma, o'zingizga foydali. Yana shu Shanxayga kelsanglar, o'zingizlar manfaatlanib qoladigan, shu Jonsan doktorxonasiga kelib tekshirsanlar nihoyatda yaxshi her qanday sharoitda yaxshi manfaatlanadigan yaxshi gaplarni deb birma turdoshlar. Shunga menga bir tal yurgan aymay besib guanjo qilib, qanday maslahatlarni olib qilib qolsa, ayrimxon so'rasanglar bo'ladi, ha. Cho'ng yerning cho'ngligi va kerak turdoshlar. Mana turdoshlar. Sen doktorxonasiga keldik. Nima qilish ertadan kirdik. Shu doktorxona ichga men sen degan güzel bu doktorxona. Men degan chiroyli. Shunda ikkinchi oyda yashab Zhongshan Yiyuan. Mana shu xudandashoni mana. Xudandashoniki Zhongshan Yiyuan doktorxonasi. Mana bu doktorxona ichiga kirdik. Bu binoni tapaq bektasga turdoshlar Bekchong doktorxonaga endi bu Shanxay bo'lgan ekan. Başındaq yo'liqqa nomerda 16-bino, 15-bino, 14-bino deb qolgan. Binoga qarab topib ekanmiz. Shayodin Shanxayga billa yo'lga chiqqan Acham, Maryam Acham bilan billa kelgan bo'ldik bu doktorxonaga. Shu qizi Shanxay xizmatchi qilib 8 yil bo'ldi. Shu singlimiz boshlab ekanmagan bo'lsa, bu ya'ni har guzma tepib bir nomer elib tekshirtishma bir maslikkan tordoshlar. Lekin bularning sharoitlari, doktorlarning muomalalari shunchalik yaxshi ekan, har guzma qimmat emaskan tordoshlar. Pul topib qolsanglar cho'ngaroq yerga kelib tekshirtib, cho'ngaroq yer davolanganga yetmaydi ekan. Bu yerniki unda qimmat emaskan. Masalan, men yurakni Urumchida shu Guamay City ishlatib, yo tekshirtib qolganda 1500 ko'y olgan tordoshlar. Bu yerda 554 ko'y ekan. Beshimni yeyishayanda xiziq saldigan vaqtimda 1400 ko'y chiqqan. Bu yerda 510 ko'y ekan. Shu beshimni xiziq saldigan nima. Butun Juanjan tanlaydi ekanmiz shu tamdagi Juanjaliniki ism familiyasiga. Shu Juanjani o'zimiz telefonimiz bilan rasm tortib olib, "Mani olaman" deb qilsaqma, "Manchinchi islaba" deb birdiga. Juanjaq nomer ko'rsish haqi 500 ko'y ekan tordoshlar. 500 ko'y nomerni oladi ekansizlar. Doktorxonaga kirib, tushdim 500 ko'y nomerni elib, anadan keyin doktor ishxonasiga bordik ekanmiz. Doktor ishxonasiga berib qolgandan keyin sening naring og'riydi deb bizdan so'raydi ekan. Biz mandaq ahvol bor, ayrim tashutma desak, shuning qarta yezib birdi ekan. Yezib bir shamanim shu kunlikning o'zida mumkin tashutkul bo'lmaydi ekan tordoshlar. Biz 2-chi ayning 3-isla keldik doktorxonaga kelib, nomerlarimizni yo'l qilgan nomerlarimiz bo'yicha kirdik. Juanjaq 500 ko'g nomer elib kelgan. Doktor ishxonasining oldida paydo turib, anadan keyin shu Urumchiga o'xshash ekranda men 4-nomer Aygul Yasin deb chiqib turdi. Shu ekranda nomerimiz mana chiqib turdi ekan. Anadan keyin bizga paydo kelgan chaqda kirib tekshirdik ekanmiz. Lekin baho jihatda mayli Urumchi bo'lsin, mayli o'zimizniki Qashqar Xotan bo'lsin, ashadagi tekshirishdan necha hassa azonga turdoshlar. Masalan, Shayodima Guamay City ishlatib qolsak, 1,5 ko'g ishlaydi. Mayada 544 ko'g chiqadi ekan. Shuncha vola cho'ng Shanxay Fudandashoniki Jonsan doktorxonasida 544 ko'g chiqadi ekan. Tekshirishlari hargizmi qimmat emaskan, cho'ng yerning cho'ngligi ekan. Bundan keyin endi men bundan keyin pul topib qolsam, shu cho'ng yer kelib Shanxayda Jonsan doktorxonasi tekshirtman, o'zimni har qanday bir shok qilib qolsa deb o'yladim. Bir qatim ko'rib oldim, endi bu yersi endi menga yod bo'lib qoldi. Endi tamtirmayman, topalayman bu yerni teshib qo'ysa, ding'iylardan tortib men saqlab qo'ygan bo'ldim. Bu doktorxonaning manzillariga qarab bo'lsa, shunchalik huzur oldi ekansizlar. Kesel bemorlarıma maşındaq isil muhitdan huzur elib keslim saqib qağıda ki adam degenge tordaşlama şu dara 30% egerlise kayfiyat 70% deydi. Meyli Jongyi olsun, meyli Şii doktorları olsun. Bu doktorxandan yine şu
tekshir etadigan Jiza, Xıza, Siti deganligi 2-oyning 12-kuni menga paydo keldi. 2-oyning 13-kuni Maryam achamga paydo keldi. Ashundaq qilib pulni Mesela bugün biz 2-oyning 3 kirgan bo'lsak, shu kuni pulni to'lab, shu Xız, Pıza, Siti qon tekshirish hamisiga pulni to'lab etib chiqib, shu kuni tashvitish qilganmiz to'rdoshlar. Ashuna qilib doktorxonadan mengib, ama shu Uyg'urlarniki oshxonasi bor ekan. Shanxayniki iste'mol saviyasi bek yuqorga to'rdoshlar. Bir qacha tomoqni 40 qo'yga yeydiganmiz. Shu 40 qo'yga tomoqni yeydigan yerga borg'ichilik 200 qo'y 100 qo'y ashundoq kira qilib bordiganmiz, tomoqni yeb bo'lib yana uyga yenib keldiganmiz. Biz endi bugun sirtda bo'lib qolganligimiz uchun doktorxonadan kiplam uyga berib tomoq etish yerib qilib qo'saq ichib ketgankan xo'shaqmaydi deb sirtda tomoq yeb keldik. Shu Maryam achamning qizining Shanxayda uyi bo'lganligi uchun biz bu yerga kelib yotoq qilib yotmadik, jaboni tatmadik. Shu uyda tomoq etib yeb, shu Şinjan'da yaşagandek, özümüzün uy tomoq etib o'tirgandek o'tirdik. Sizningmi shu filmimni ko'rib, o'zinglarningki bir ig'roq keslanib qolib qolsa, Shanxayga kelib tekshir etib ketishinglarni, pulisini aytdi, qimmat emas ekanligini uqtirib qo'yay deb masopini tatib o'tiribdim meni. Bo'lsa to'rdoshlar bir tajribani aymay besib, meni Guanju qilib, yulduz besib saqlab olishinglarni, ham shu Shanxayga berib, cho'roq yerda bir o'zimni tekshirish qilib baqsam bo'pti deydigan to'rdoshlar bo'lib qolsa, ayrimxonaga so'z qoldirib qo'ysanglar, shu Jonsan doktorxonasidan dingvisi, hamma sharoitlarni tafsiliy deb turmay to'rdoshlar. Bo'lsa meni Guanju qilishinglarni unutib qolmanglar. Beni juda qo'llayotgan, menga madad berayotgan Aygul xonim, siz haqiqatlar tekshirish natijalari cho'qim yaxshi chiqdi. Nurg'un kasal tatlar, yana g'ayrat qilyaptilar. Yana texim g'ayrat qilslar ukam deb Shinjongning har qaysi joylardagi meni izchil yaxshi ko'rib, meni yoqtirgan tinsilarim madad berib, ayrimxonamda gap qilib telefon urib qo'yapsizlar. Rahmat. Meniki tinning salomat ishlarini o'ngishli bo'lishini chin yurakdan umid qilaman to'rdoshlar. Hayotlik insonga bir qatim kelgan, yana ikkinchi kelmaydi ekan. Otamni yosh dunyodan kasal sababidan tugab ketganligi uchun pul topsam cho'nroq yerga berib tashursam, davolansam deb hozir qadar mana tirishib, shu keslim to'g'risida izlanib kelyapman. Cho'qim yaxshi chiqadi deb ishonchim bor. 2-oyning 12-kuni tekshirilishga uchrat paydo keldi. Shu Xıza, Siti, qon hammasi. Bo'lsa to'rdoshlar, meni bir taz yurganimni besib, Guanju qilib saqlashinglarni chin yuragimda umid qilaman. G'ayrat qilslar Aygul xonim. 12 yoshga kirgan qizlarni o'zlari yolg'iz ona dada bo'lib beqib ketibdilar hozir qadar. Taxim g'ayrat qilslar, cho'qim tirishgan natijalarga tushlik yaxshi chiqdi. Tekshirish natijalari deydigan to'rdoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarningki salomat, ishlarining o'ngishli, oilasining baxtli, har bir qilgan ishlaringizga barakatli bo'lishini chin yuragimda umid qilaman to'rdoshlar. Rahmat sizlarga.